Eyyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mr. Mero kanali va bugun sizlar bilan Country Balls degan o'yinni o'ynab mazza qilib dam olamiz. Men bu o'yinni 1-2 soat o'ynab ko'rdim. Menga yoqdi. Mazza o'yin ekan, to'g'ri. Bu yerdan 1,44 million pul berdi diye O'zbekiston televizioni va mening ishlarim hammasi O'zbekiston mana. Biz o'sha mashhur hamma davlatlarni bosib oldik deyardik. Mana bu Rossiya edi, Rossiyani ozgina qismi qoldi. Shu yerdan bosib. Mana bu Yužniy Koreyani bosib oldik, Severniy qoldi. Yaponiya mashhur davlatlardan qo'shnilardan hammasi Eronni bosib oldik, Ukrainani to'liq bosib oldik va biz Filippinlarni bosib oldik. Amerikani bir qismini bosib oldik. Bu yerda bulardan chiqqan Afrika davlatlarining bir nechtasini bosib oldik. Osiyoni deyarli bosib oldik. Xitoyni bosib oldik. Xitoy mana bu yerda Birlashgan Saudiya Arabistonni ozgina qismini bosib oldi va bu yerda ozgina bo'lakchasi qolib ketdi. Hozir bo'lakchani ham bosib olsak bemalol bo'ladi. Looking for a no Wi-Fi mobile game to play on a plane, train, or a car? Welcome to Tower Wardrobe. Like'larni bosib paydacha qilamiz endi. Ozgina bu YouTube kanalimdagi ikkinchi videoim, inshaalloh buni ham joylayman. Zambiya do'stlar, bitta narsani aniqli, bu yerda Isroil davlati yo'q ekan. Men shunga hayron qoldim. Bosib olmoqchi edim, lekin ichkaridan chiqmayapti Isroil davlati. Qayerda bo'ligini bilsanglar, kommentariyalarda yozib qoldiringlar iltimos. Keyingi safar qaysi o'yinni o'ynashini ham yozib qoldiringlar. Mana bu esa Ukrainaning bir qismi va biz Ukrainani to'laqonli yer yuzidan nomini o'chiramiz, xuddi Xitoyga o'xshab. Bu narsa jonga tegdi to'g'risi.
agar bu videolarimda mana shu reklamalar chiqib Wi-Fi'ni o'chirmasam videoni buzadi. Ochdi yaxshi. Bizga kerak emas sakkiz chiqsa edi. Ozgina armiyasini o'xshatiramiz. Bitta Air Force, ikkita tanka, yana bitta Air Force. Bo'ldi, qolganiga armiya. Mana bizning turklar juda ham kuchli ekan. Biz hozir urush qilsak, yutqazamiz albatta. Chunki ularda tanka kuchi bor, tanka kuchi samolyotchani tushirmadik. Mana Zaporozhye. Mana bu o'sha mashhur Kreml. Tatardagi Kreml. Tushunmadim. Bu yerlar United Arabiya. Ha, to'g'ri. Bosolemiyorum Kuvayt'da. Ya mayli, o'zi turib tursin, keyinchalik bosolarman. Mana bu Angola, Mohiko qayersa ham. Hozir do'stlar, urushsiz yengib olaman men shuni. Mana bu Mali bilan United Kingdom urushibdi ekan. United Kingdom. Qani United Kingdom? Mana. Oy, Mali jangari. Albatta bu urushda United Kingdom qolganiga biz shunday qurol kuchlarni olaylik. Mali o'zi juda kuchsiz davlat. Italiya bosa olaydi. Italiya. Biz birinchi o'rinda buni aloqalamiz, sota olamiz, chunki ko'proq pul beradi bizga. Mana sekundiga 1k. Ozgina bankni rivojlantiramiz, ozgina yog' ishlab chiqarishgan va armiyani full kuchaytiramiz. Air Force 2 ta, tanka 2 ta. Hech qaysi davlat qurib yetmaydi. Bu esa Adrar degan davlat va u hozir yengiladi. Bu davlatlar men uchun eng bot. Video bosib oldim. Nima? Yo'q. Tezroq. Do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Men chekkaroq o'ynamayman. Do'stlar, bunaqa o'yinlarni o'ynamaymiz va chalg'imaymiz. Bunaqa o'yinlar kerak emas. Mana bu ham Adrar davlatining ozgina qolgan qismi. Qaysi davlatcha? Irlandiya, United Arabiya, United Kingdom. Adrar davlati va uni bunday qilib yoqib yuboramiz. Gambia, North Cape. Va ana. Mamlan Algeriya urush qilyapti. Qani? Algeriya menga. Qaysi davlatim bilan? Qani Algeriya bosolmadimi? Bosolma. Sizga aniq.
Mana bu Germaniya. Bayraşı Motorum'da keldi. Mana bu ise Niderlandiya. Shveysariya. Avstriya. Sloveniya qatnashgan. Çexiya Respublikasi. Dünyadaki en katta davlatlarda ikkinchi o'rin turuvchi Kanadani boshqaradi. Birinchi biz shunday alohida to'g'ri qo'yib,